Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. Kanal rivoji uchun bitta dona like bosib ketsangiz xursand bo'lardim. Kecha Manchester City klubi klublar o'rtasidagi jahon chempionatining ilk turida Marokashning Vidat jamoasini 2-0 hisobda mag'lub etganidan xabaringiz bor. Ana o'sha bellashuvdan keyin Guardiola fikrlarini bildirib o'tdi. Futbolchilar ko'p, biz ularga o'yin amaliyoti berishimiz kerak. Ular uzoq vaqtdan keyin jarohatdan qaytganda o'ynashmasa, unda hech qachon o'yin amaliyotiga ega bo'lisha olmaydi. Keyingi uchrashuvda 10 nafar yangi o'yinchi maydonda bo'ladi va g'alaba uchun kurashadi, deb aytib o'tgan Pep Guardiola. Eslatib o'tamiz, Manchester City klublar o'rtasidagi jahon chempionatini ikkinchi turdagi bellashuvini 23-iyun tongida Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn jamoasiga qarshi o'tkazadi. O'tgan mavsum Eldor Shomurodov uchun muvaffaqiyatli o'tdi. Chempionat boshidayoq Romani tark etishi kutilgan legionerimiz rimliklarning o'sha paytdagi bosh murabbiyi Daniele De Rossi iltimosiga ko'ra jamoada qoldi va zaxira o'yinchisi vazifasini bajarishga ko'ndi. Keyinchalik Daniele De Rossi o'rnini egallagan Ivan Yurich Eldorga umuman e'tibor qaratgani yo'q. Bu murabbiy qisqa fursatda o'z o'rnini Claudio Ranieriga bo'shatib berdi. Shomurodovning imkoniyatlarini yaxshi biladigan italiyalik mutaxassis qishki transferlar davrida o'zbekistonlik shogirdini Venetsiyaga o'tishga yo'l qo'ymadi. Unga o'zini ko'rsatish uchun imkon yaratib berdi. Bunday e'tibor va taqdim etilgan imkoniyatlar samarasida Eldor Shomurodovning mavsumdagi hal qiluvchi pallasida jamoasining muhim o'yinchisiga aylandi. Hamyurtimizning ahamiyati yuqori bo'lgan bellashuvlardagi o'yini, gollari va assistlari Romaga chempionatni 5-o'rinda yakunlashni ta'minladi. Shunga qaramay, Roma tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Xususan, jamoa boshqaruvi Gian-Piero Gasperiniga o'tdi. Bu mutaxassis o'ziga kerakli futbolchilarni olish maqsadida transferlarga e'tibor qaratmoqda. Hatto sport direktori Florian Gisolfi ham o'rnini boshqa mutaxassisga bo'shatib berdi. Romada kutilayotgan yangilanishlar borasida gap ketganda, mavzu Eldor Shomurodovga ham taqalyapti. Avvaliga o'zbek futbolchisiga AQSh klubidan qiziqish bo'layotgani haqida ma'lumotlar tarqaldi. Keyinchalik Gisolfi Eldor Shomurodovni Genoaga joylashga urinayotgani aytildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya chempionatida yuqori o'rinlar uchun kurashishni maqsad qilgan Başakşehir o'zbek futbolchisi bilan muzokara boshlagani haqida ma'lumotlar chiqmoqda. Italiya manbalari bu mavzuni diqqat bilan kuzatmoqda. Sports.uz portali Shomurodov haqida e'lon qilinayotgan ma'lumotlarni o'zbekistonlik muxlislar e'tiboriga havola etadi. Infotime esa o'qib beradi. Siamala Roma sayti shunday demoqda. Eldor Shomurodov tez orada Rimni to'liq tark etishi mumkin. Turkiyalik jurnalist Yag'iz Sabuncho'g'lu Başakşehir o'zbek hujumchisi bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuv o'tkazgan. Istanbulliklar Shomurodovga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Tomonlarning dastlabki uchrashuvi ijobiy o'tgan va yaqin haftalar ichida transfer bo'yicha rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilyapti. Agar turkiyaliklarning taklifi Roma rahbariyatini qoniqtiradigan bo'lsa, klub o'zbekistonlik legionerning ketishiga qarshilik qilmaydi. O'z davrida Genoa, Spezia va Kalyarida ham to'p tepgan Roma hujumchisi faoliyatidagi yangi sarguzashtlar boshlanishi ehtimoli oshib bormoqda. Roma Forever sayti shunday demoqda. So'nggi kunlarda Roma ichida o'zgarishlar bo'ldi. Klubning transfer siyosatini yoritadigan Florian Gisolfi sport direktori lavozimini Ricky Massaraga bo'shatib berdi. Massara esa yangi ish joyida bir necha yo'nalishda juda katta hajmdagi ishlarni yakuniga yetkazishga to'g'ri keladi. Eng avvalo bu mutaxassis jamoa uchun zarur bo'lgan o'yinchilar bilan yangi bitim tuzishi, shuningdek kirish va chiqish transferlarini klub manfaatiga mos tarzda olib borishi talab etiladi. Trigoriyadan ketishi mumkin bo'lgan o'yinchilardan biri Eldor Shomurodov ekani aytilmoqda. O'zbek hujumchisi o'tgan mavsumning ikkinchi qismini yorqin darajada o'tkazganiga qaramay, Gian-Piero Gasperinining uzoq kelajak uchun rejalariga kiritilmaganga o'xshaydi. Turkiya Superligasi vakili Başakşehir O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisiga jiddiy tarzda qiziqib qolgan va kelasi mavsumda uning xizmatlaridan foydalanishga bel bog'lagan. Tomonlar hamkorlik bo'yicha dastlabki qadamlarni tashlab bo'ldi. Yaqin haftalar ichida bu hamkorlik aniq muzokaralar darajasiga ko'tarilishi mumkin. Turk klubi ayni paytda hujumchi atrofidagi vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Roma esa munosib taklif tushsa, o'yinchini to'liq qo'yib yuborishga tayyor. Vesigiala Rossa sayti shunday demoqda. Eldor Shomurodov Roma bilan xayrlashishi mumkin bo'lgan o'yinchilardan biri.
Klaudio Ranieri qo'l ostida o'zbek hujumchisi faoliyatini qayta tiklab oldi. Mavsumning muhim pallasida gol va assistlar bilan jamoaga foyda keltirib, Romaning Yevropa Ligasiga yo'llanma olishiga hissa qo'shdi. Shomurodov yakunlangan mavsumda jami 37 ta o'yin o'tkazdi. Shularning 27 tasi A Seriya, 8 tasi Yevropa Ligasi va 2 tasi Italiya Kubogiga to'g'ri keladi. Umumiy hisobda 1465 daqiqa maydonda harakat qilib, o'zi qatnashgan har bir turnirda raqib darvozasini ishg'ol qildi. Mavsum davomida 7 ta gol va 5 ta assist muallifi bo'ldi. Endi o'zbek hujumchisi poytaxtni tark etib, Turkiya chempionatiga yo'l olishi kutilmoqda. Eldor Shomurodovni tarkibiga qo'shib olishga urinayotgan Başakşehir o'yinchining agentlari bilan aloqa o'rnatgan. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli futbol ishqibozlari? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.